Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 12 mart kuni Germaniyaning Myunxen shahrida yashayotgan bir qism Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni attiganlik nashti suhbatiga taklif qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi uchun Myunxen shahrida maxsus ishxona uy setib olish haqida e'lon to'plash safarbarligi boshlatdi. Naşlıq söhbətdə söz qılğan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim, Qurultayının xalqara səhnələrdə elib beriyotqan fəaliyyətləri haqqında təfsili düşəncə və məlumat beriş bilan birgə, Dünya Uyğur Qurultayı qurulğan 2004 yıldan bu yan Qurultayının mərkəzgi rəhbər və xadimlərinin Myunxen şəhərində icarəyə elinğan işxanada xizmət qılıb keliyotqanlığını və bu jarayonda 200 min yevrodan artıq kira töləgənligini, bütün Şərq Türkistan xalqının xalqaradakı ən yüksək vəkillik orqanı hesablanğan Dünya Uyğur Qurultayının hazırgacha özünə aid bir şəxsi işxanasının bolmaslıqının muhacirat yaşayotqan qarindoshlarımızın xalqaradakı obraziga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini ifoda qilish bilan birga 2024 yilda Dunyo Uyg'ur Qurultayı qurilganligining 20 yilligi munosabati bilan zo'r ko'lamli xotirlash murosimi o'tkazilganligini, buningga sovg'a sifatida Qurultay markaziy organining ishxona uyi setib olishni qaror qilganligini, Dunyo Uyg'ur Qurultayının barliq kelishda muhim rol o'ynagan Germaniyadagi, bo'libmi Myunxen shahridagi fidokor qarindoshlarimizni Qurultay uchun ishxona uyi setib olish harakatiga moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Әтигәнлек нашы сөhbetiga qatnaşqan 100 ga yaqin qarindishimiz Qurultayning bu chaqirıqqa qizg'inlik bilan ovoz qo'shilganliklarini bildirishdi. Tunji bo'lib Dolqun İsa əpəndim o'zining bir qancha tilda nashr qilingan Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobidan kelingan 50 ming yevrolik qalam haqqini Qurultayning ishxona uyi setib olishiga taqdim qildiganligini jakarladi. Dolqun İsa əpəndimning bu harakatidan cho'nqur ta'sirlangan qarindoshlarimiz bas-basda pul iyon qilishga boshladi va shu maydonning o'zidan jami 150 ming yevrodan ortiq yordam to'plandi. Әтигәнлек nash söhbetiga qatnaşqan qarindoshlarımızның har birining qilgan yordami 500 yevrodan tövən bo'lmadi. Dolqun İsa əpəndim naşlıq söhbətinin axırında qılgan sözüdə Dünya Uyg'ur Qurultayı mərkəzi orqanı üçün Myunxen şəhərində məxsus işxana uyi setib olish chaqiriqiga qızğın ovoz qo'shgan Myunxendagi fidokor qarindoshlarımızga Qurultay nomidan rahmat aytish bilan birga o'zining Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobining inglizcha nusxasini imzolab so'rin ahliga tarqatib berdi. Onundan başqa yana Dünya Uyg'ur Qurultayı rəhbərlik heyetining a'zolari mazkur chaqiriqqa aktivlik bilan ishtirok qilishga boshladi. Agar buning uchun yordam berishni orzu qilgan tashkilotlarimiz va qarindoshlarimiz bo'lsa, Qurultay markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Aloqalashuvchilar Qurultay fondining raisi Abdujilla Ahmad Qarajim. Aloqalash nomeri 0049 176 28 58 01 60. Qurultay İcraiya Komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovuddin Hojim. Aloqalash nomeri 0049 176 10 38 27 64. 11 mart shanba kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetining kengaytirilgan yig'ini chaqirilib, Qurultayning va Qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning 2023 yil kirgandan buyon elib berayotgan faoliyatlari va buningdan keyingi xizmat planlari ko'zdan kechirildi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash әпәндимning riyosatchiligida ichilgan va istiqlol marshimiz bilan boshlangan mazkur to'r yig'iniga Dunyo Uyg'ur Qurultayining mas'ullari Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Türkiye, Shvetsariya, Germaniya, Angliya, Norvegiya, Daniya, Shvetsiya, Belgiya, Fransiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullaridan bo'lib 70 nafarga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inda oldi bilan Qurultay raisi Dolqun İsa əpəndim Dunyo Uyg'ur Qurultayining 2023 yili kirgandan buyon xalqaro sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari va Qurultayning buningdan keyingi asosli xizmat planlari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Qurultay tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning mas'ullarining taklif fikrlarini astoydillik bilan anglab o'tdi. 2023 yili kirgandan buyon Uyg'urlar masalasining muhim masalalarning biri sifatida xalqaro sorunlarda, hukumatlarda va parlamentlarda tilga ilinib kelayotganligini, BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining 15 fevral kuni Uyg'urlar masalasida Xitoyni so'roq tartganligini va 6 mart kuni o'zining Xitoydagi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlarining vaziyatiga oid xulosa dokladini e'lon qilib, Uyg'urlarning madaniyati, tili va diniga bo'lgan buzg'unchiliklar, Uyg'ur oilalarining parchalanishi, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorli qilmishlarga bo'lgan andishlarni o'ttirib qo'yib, Xitoy hukumatining bu qilmishlarga tushuncha berishni talab qilganligini, 1 fevral kuni Kanada parlamentida 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga yetkazib kelish haqidagi qaror loyihasining birdek ovoz bilan ma'qullanganligini,
Dünya Uyg'ur qurultayının ilib bargan kuchlik norozilik harakatlari natijasida atalmış avtonom rayonning raisi Erkin Tunyazning fevral oyida Yevropa qilmoqchi bo'lgan ziyoratini bekor qilishga majbur bo'lganligini, navbatda Janvada davom qilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'inidami Uyg'urlar masalasining Amerika tashqi ishlar ministri Blinken va BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turk tarafidan maxsus tilga ilinganligini, Amerika davlat majlisida Uyg'urlar masalasining har kunidagidek o'ttirib qo'yilayotganligini eslatib o'tish bilan birga 2023 yili milliy da'voyimiz uchun qilinadigan ishlarning tog'dak do'linib yotganligini, shunga butun tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning butun diqqat e'tiborini milliy kurashimizga markazlashtirishi va u sharafli yo'lda fidokorlik ko'rsatishga tayyor bo'lishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyg'ur qurultayi va qurultay tarkibidagi tashkilotlar tarafidan Turkiyaga yetavrash ofati uchun to'plangan 1 million turk lirasi 10 mart kuni Dünya Uyg'ur qurultayi vaqfisining boshlig'i Abdurshid Abdulhamid apandi tarafidan Turkiya Ichki ishlar ministrligi bank hisobiga yo'llab berildi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandimning tashabbusi bilan 8 fevral kechga chaqirilgan tashkilot rahbarlar yig'inida har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlarining birdek ma'qulligi bilan Turkiyaga yetavrash ofatiga yordam berish markazi qurib chiqilgan va 10 necha kishidan tarkib topgan markazga Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Dünya Uyg'ur qurultayi vaqfisining boshlig'i Abdurshid Abdulhamid apandi bevosita mas'ul qilingan edi. Har qaysi ellarda yordam safarbarligi boshlatgan Dünya Uyg'ur qurultayi Turkiya, Qozog'iston, Belgiya, Germaniya, Amerika, Gollandiya, Shvetsariya, Norvegiya va Avstraliya qatorliq davlatlardagi har qaysi tashkilot va shaxslardan dastlabki qadamda 1 million turk lirasi qiymatida pul to'plagan edi. Qurultay safarbar qilgan yuqorqi ion faoliyatidan sirt Qozog'iston, Qirg'iziston va Amerikadagi ba'zi ommaviy tashkilotlar ion yig'ib o'z davlatlarida turishliq Turkiya elchixonasiga topshirib berdi. Dünya Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Ayso apandi bu vaqtda to'xtalib, 6 fevral Turkiyada yuz bergan yetavrash ofatining tarixdagi eng chong ofatlardan biri hisoblanganligini, bundaq ig'ir vaziyatda Uyg'urlarning turk xalqining yanida ekanligini ifodalaganligini, garchi pul ko'p bo'lmasa-mu ahamiyatining zo'r ekanligini ta'kidladi. Abdurshid Abdulhamid apandi bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: 3-ayning 10-kuni yig'ilgan 1 million turk lirasini Turkiya Cumhuriyeti Ichki ishlar ministrligiga qaraydigan Afat va jiddiy ahvol boshqarish boshqarmasi nomli idoraning rasmiy bank hisobiga yo'llab bergan bo'ldik. Bu i'ona qilish faoliyatiga ovoz qo'shgan barliq tashkilot, shaxslarga va yordam guruhimizning a'zolariga ko'p rahmat aytaman. 6 fevral atdigani zo'r yetavrash ofati yuz bergandan keyin boshlangan qutqizish va yordam berish ishlariga Turkiyadagi Uyg'urlar aktiv qatnashdi. O'xshamaydigan tashkilotlar 5 guruh holatida ofatga uchragan kishilarga illiqlik ko'rsatdi. Ko'p sonda Uyg'urdan tarkib topgan 5 yordam guruhi Turkiyaning Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman va Malatya viloyatlariga yetib berib, yordam xizmatlariga qatnashib, turk xalqining olqishiga erishdi. Norvegiya parlamentidagi 4 o'ktikchi partiyaning 8 nafar parlament a'zosi 8 mart Norvegiya parlamentiga sungan qonun taklif loyihasida hukumatning maxsus tashqi komiteti qurib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni xo'rlashda xalqaro qonunlarga xiloflik qilganligini jazmlashtirishning qonuniy asosini aniqlashini, shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissarligining Xinjiang dokladidagi yakunlarini BDT kishilik huquq kengashi va BDT umumiy qurultayining kun tartibiga ilib kelishi talab qilingan. Norvegiya Yeshillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Rasmus Hansson tarafidan sunilgan qonun taklif loyihasi hozircha parlamentdagi 9 partiyadan 4 o'ktish partiya parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Qonun taklif loyihasida parlament hukumatning tashqi komiteti qurib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga tutgan muomalasi xalqaro qonunga xilof ekanligining qonuniy asos bor yo'qligini oydinlashtirishni so'raydi. Shundaqla yana parlament hukumatning BDT kishilik huquq oliy komissarligining dokladidagi Sharq Turkiston vaziyatiga oid yakunlarini BDT kishilik huquq kengashi va BDT umumiy yig'iniga ilib kelish uchun harakat qilishni talab qiladi deyilgan. Norvegiyalik siyosiyon, yozuvchi, Yeshillar partiyasining tashqi ishlar bayonotchisi Karl Johanssonning aytishicha, Norvegiya hukumati Uyg'urlarning vaziyatidan andish qilganligini bildirib qo'yib, hozirgacha hech qanday amaliy harakatda bo'lib boqmagan. Bu taklif loyihasi Uyg'urlar uchrayotgan qabihlikka qarta hukumatning qonuniy aniqlama berishini maqsad qilganligini bildirdi. Karl Johansson mundaq deydi: Norvegiya buningga qarta andish qilayotganligini aytishdan boshqa hech qachon rasmiy maydonni bildirib boqmadi. Har qatim vaziyatdan andish qilyapmiz deyishdan boshqa hech qanday gap qilmadi. Shunga biz uning buningga qarta qonun jihatdan baholash ilib berishga buyruq tushirib, Sharq Turkistonda sodir qilinayotgan jinoyatning xarakterini bekitishni talab qildik.
Mana bu qonun teklif loyihasidagi birinchi talab. Karl Johanssonning aytishicha, Xitoy o'tgan yili BDT kishilik huquq kengashidagi ushshoq davlatlardan foydalanib, Uyg'urlarning vaziyatini muzokara qilish to'g'risidagi taklif loyihasini rad qildirib o'tgan. Karl Johansson, "Şoň bu qonun teklif loyihasida Norvegiyaning Uyg'ur masalasini kishilik huquq kengashida qayta o'tirib qo'yishini, agar yana rad qilinsa BDT umumiy yig'inda kun tartibga elib kelishini talab qilganligini bildirdi. Shuning uchun biz qonun loyihasining 2-chi abzasida Norvegiyaning o'z oldiga shaxsiy javobgarligini ustiga ilib, bizning ittifoqdoshlarimiz bilan birga bu masalani kishilik huquq kengashida qayta o'tirib qo'yishni, agar bu oqmasa, masalani BDT umumiy yig'iniga elib kelishni talab qildik. Şoňa 2-ci abzasda kishilik huquq kengashining yo'li oqmasa, bu masalani qayta BDT umumiy yig'iniga elib kelish talab qilindi deb ko'rsatdi. Qonun teklif loyihasida BDT kishilik huquq oliy komissarining 2022 yil 31 avgust kuni Xitoy Xalq Cumhuriyatining Uyg'urlar uchrayotgan huquq andishlariga doir baholash doklati e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligini hujjatlashtirganligi va buning insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkinligini bildirganligi ta'kidlangan. Uningda yana oliy komissarning dokladida shohidlarning qiyin qistoq, jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'utning oldini olish, majburiy tug'mas qilish va majburiy bola tushirish to'g'risidagi guvohliklarning ishonchli ekanligi qayd qilinganligi bildirilgan. Qonun teklif loyihasida ko'rsatilishicha, kishilik huquq oliy komissarligining doklati Norvegiyaning bu masalada xalqaro jinoiy ishlar qonuniga xiloflik qilinmaganligini aniqlashini asos bilan ta'minlagan bo'lib, agar xiloflik qilingan bo'lsa, Norvegiyaning tegishli tadbir qo'llanish majburiyati bor ekan. Norvegiya xalqaro sorunlarda Xitoyni tanqidlaydigan davlatlarning qatoridan o'rin olib kelgan. Shundaqla Yevropa parlamentining o'tgan yili ma'qullagan Xitoyning Uyg'urlarga qarta insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi sodir qilayotganligi haqidagi qarorini qo'llab ovoz bergan bo'lib, agar ular bu qonun teklif loyihasini qabul qilmasa, o'zining maydoniga zid harakat qilgan bo'ldi ekan. 8 mart kuni Norvegiya parlamentiga Uyg'ur vaziyati to'g'risida qonun teklif loyihasi sunilish bilan bir vaqtda Norvegiya Uyg'ur komitetining o'rinlashtirishi bilan parlament yana guvohlik yig'ini o'tkazilgan. Guvohlik yig'inida Shvetsiyada turishli qozoq ayol lager shohidi bosh guvohchi Xitoyning zamonaviy jazo lageridan qaychish nomli kitobning avtori Sayragul Saudbay guvohlik bergan. U guvohlik yig'inidagi so'zda Norvegiyani Xitoyning Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini aynan e'tirof qilishga chaqirgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.